hali o'zimdagilarga qaramadim, liba o'zimga chiqib ketib qo'ygan, liba qushlarning ovozini eshitib bitta chujoy kelib qo'ygan. Nasib bo'lsa hozir sachok yo'q, shipirga bilan tiqqida bitta qang'illatamiz. Shu fursatdan foydalanib ushlashga harakat qilamiz. Nasib qilgan bo'lsa ushlaymiz. Lekin ras ushlagim kelyapti, to'g'ri? Ularni endi sayrab turaman degan desam, ovoz ham chiqarmayapti. Bir-ikki ovoz chiqaruvdi, mana u qush ovoz chiqaruvdi bu ham. Sal tepaga ko'tarildi. Bular ovoz yo'qolib qoldi. Shipirga bilan hujumga boramiz hozir. Qang'illatamiz. Qizig'i yo'q bizga. Kelma. Mana bizni chujagimiz. Hakka. Juda bir chiroyli ekan, ko'k rangga oq rang. Nasib bo'lsa yana ushlaymiz. Bu anchadan beri uchib yurgan qush ekan. Chunki chaqqonligidan bilinib turibdi. Pizzillab olib qo'shni Ko'chinskiy ekan u qush. Biroz ovozlarini eshitib bir bo'lsa to'xtagan yo'l-yo'laga.